Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha sohalar kabi dinimiz sohasida ham muhtaram yurtboshimiz tomonidan keng imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berildi. Mo'min musulmonlarni haj va umra ziyoratlariga emin-erkin borib kelishliklari, ular uchun yaxshi sharoitlar yaratib berilganligi, masjid, madrasa, ziyoratgohlarni obod bo'lishligi, minglab diniy adabiyotlarni nashr etilishi va shuningdek har birimizning uyimizda Qur'oni Karimni bo'lishligi biz uchun yaratib berilgan eng katta imkoniyatlardan hisoblanadi. Yaqinda muhtaram yurtboshimiz tomonidan ta'sis etilgan Imom Buxoriy ordeni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlariga va diniy soha vakillariga topshirildi. Bu orden barcha mo'min musulmonlarni, barcha xalqimizni juda ham quvontirdi, juda ham xursand etdi. Bu mukofot barcha diniy soha vakillariga, barcha mo'min musulmonlarga berilgan mukofot hisoblanadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlarining xizmatlari, diniy xodimlarning xizmatlari beqiyosdir. Yoshlar tarbiyasida, xalqning ma'naviyati yo'lida, mahallalarda ish olib borish yo'lida albatta xizmatlari kattadir. Bunday xizmatlar uchun berilgan mukofotlar egalariga albatta arziydi. Bunday mukofotning yaralishi muhtaram yurtboshimiz tomonidan ta'sis etilishi bu bizlar uchun, barcha diniy sohalar uchun berilgan katta bir mukofot hisoblanadi. Imom Buxoriyning nomlarining o'zi juda katta bir sharaf. U kishining nomlarini eshitishlik bilan insonning qalbida muhabbat paydo bo'ladi. Chunki u kishi qoldirgan asar Qur'oni Karimdan keyin eng yagona asar hisoblanadi. Butun dunyo e'tirof etilgan Imom Buxoriy nomidagi ordenning muhtaram yurtboshimiz tomonidan ta'sis etilishi bu juda ham yurtimiz uchun, butun dunyo uchun ham quvonarlidir. Bunday mukofotni olish, bunday sharafga erishish har bir mo'min musulmon uchun katta bir sharafdir. Mukofot egalariga Alloh taolo muborak qilsin. Yaratgan egam bunday mukofotlarni muhtaram yurtboshimizning qo'llaridan olmoqlikka hammaga nasib etsin.